Hammaga salom. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda kompyuter arxitekturasi, kompyuter qismlari haqida boshlang'ich bilimlarga ega bo'lib o'tamiz. Ya'ni biz dasturlash tilini o'zi umuman o'rganishimizdan oldin biz kompyuter haqida ham ozgina bo'lsa ham tushunchaga, bilimga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda shu kompyuter qismlaridan rasmlar orqali tushuntirishga harakat qilib, sxema yasab chiqqanman. Hozir bir chekkadan shu kompyuterimiz o'zi qanaqa qilib ishlaydi va qaysi qism nimalarga javob beradi, shular haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bizni birinchi boshlanadigan joyimiz, ya'ni start nuqtamiz bu rozetka. Ya'ni rozetkadan bizga elektr energiyasi, ya'ni tok keladi. Blok pitaniyani vazifasi bizda nima? Blok pitaniya bu shu rozetkadan kelgan tokni doimiy bir xil urovenda, ya'ni bir xil o'lchamda bizni kompyuterimizga yetkazib berish. Ya'ni rozetkadagi tok hech qachon stabilniy bo'lmaydi. U har doim o'ynab turadi, ko'payib ketadi yoki kamayib ketadi. Kompyuterimiz ishlashi uchun bizga har doim stabilniy tok kerak. Blok pitaniyani vazifasi shu. Mana bu yerda kompyuterimizda ham, noutbukimizda ham shu o'chirish, yoqish, ya'ni power knopkasi bo'ladi. Biz shu knopkani bosganimizda bu knopkadan komanda materinskiy plataga boradi, ya'ni ona plataga. Ona platani vazifasi nima deydigan bo'lsak, shu qolgan kompyuterni qismlarini birlashtirib beradi. Ya'ni operativniy pamet yoki жесткий disk yoki bizni protsessorlarimiz bor. Shularga bir-biriga ma'lumotlarni uzatishda yordam beradi. Ya'ni bu o'rtakash desa ham bo'ladi, dehqoncha qilib aytganda. Undan keyin bizda operativniy pamet. Operativniy pametni vazifasi nima deydigan bo'lsanglar, biz dastur yozganimizda yoki qanaqadir o'yinlar yoki xohlagan brauzer ochganimizda shu brauzerimiz yoki o'yinimiz ishlashi uchun kerak bo'lgan vaqtinchalik ma'lumotlar operativniy pametda saqlanadi, ya'ni RAM da. Tasavvur qilinglar, bu xuddi katak, ya'ni xonalar deb tasavvur qilsanglar bo'ladi. Buning ichida million, milliardlab xonalar bor va o'sha xonalarda ma'lumotlar saqlanadi va operativniy pamet juda ham tez ishlaydi. Shu bizga aynan ishlatayotgan programmamiz uchun qanaqadir ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlab turish kerak bo'lsa, shu operativniy pamet o'zida saqlab turadi. Lekin operativniy pametni eng katta va yagona minusi bu hozir aytib o'tganimdek shu ma'lumotlarni faqatgina vaqtinchalik saqlaydi. Ya'ni kompyuterimizni bitta o'chirib yoqsak yoki bitta перезагрузка bersak bo'ldi, bu tozalanib ketadi. Shu sababdan ham faqatgina shu yoqoqligida ishlatayotgan ilovalarimizni ma'lumotini saqlab berib turadi. Undan keyin bizda жесткий disk, ya'ni doimiy xotira. Жесткий disk hozirgi kunda ikkiga bo'linadi. Birinchisi HDD, undan keyingisi SSD. Ya'ni bularning farqi nimada? Farqi tezligida faqatgina. Ya'ni HDD bu eski avlod, ancha oldin chiqqan pamet. SSD esa hozirgi yangi xotira. HDD ga nisbatan ancha aqlli va juda ham tez ishlaydi. Buni vazifasi bizni shu doimiy ma'lumotlarimizni saqlab berish. Kompyuterimizda rasmlar, videolar, qo'shiqlar, kinolar, dasturlar hammasi mana shu жесткий diskda bizda saqlanib turadi. Ya'ni bu o'chirib yoqsangiz ham, ancha vaqt o'tgandan keyin ham yana qaytadan ulab ishlatsangiz ham hamma ma'lumotlaringiz shu жесткий diskda saqlanib turgan bo'ladi. Ya'ni kompyuterimizni, noutbukimizni xotirasi deymiz-ku o'zbek tilida. Pamet qancha ekan deyiladi. Ana o'sha pametda mana shu жесткий disk deyiladi. Xo'p, undan keyingi qism bizda bu protsessor, ya'ni CPU. CPU ni vazifasi nima deydigan bo'lsak, CPU mana shu hamma qismlarimiz ichida bu ish bajaruvchi desak bo'ladi. Ya'ni biz brauzerni ochdik, brauzerimizni ochish uchun qanaqadir ma'lumotlarni operativniy pametda saqlayapmiz. Lekin brauzerimizni ochganimizda nimadir yozsak yoki nimanidir qidirsak, aynan shu ma'lumotlarni qabul qilish va обработка qilib, materinskiy plataga yoki ekranimizga uzatib berish hamma ishlarni mana shu protsessorimiz bajaradi. Ya'ni bu o'zida matematik amallarni qiladi, algoritmlarni qiladi. Misol uchun o'yin o'ynayotganimizda biz kimnidir yutdik va bizga bitta ball qo'shilishi kerak. Ana shu +1 degan narsani, ya'ni bitta ball qo'shishi aynan shunaqa jarayonlarni bizda protsessorimiz, CPUimiz bajarib beradi. Xo'p, o'ylaymanki, kompyuter qanaqa ishlashini
ozgina bo'lsa ham tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Endi qaranglar, eng qiziq joyi. Esinglarda bo'lsa, biz birinchi darslarimizda biz Golang dasturida yozamiz. Yozgan kodimiz kompilyatsiya bo'ladi. Kompilyatsiya bo'lgan kodimiz byte kodga o'giriladi, ya'ni kompyuter tushunadigan tilga o'giriladi. 0 va 1 larga dedim. Undan keyin kompyuterimiz bizni buyruqlarimizni, biz nimani xohlayotganimizni, biz yozgan kodimizni tushunishni boshlaydi degandim. Ya'ni A ni yozish uchun esinglarda bo'lsa, mana bu misolni keltirgandim. 0 va 1 lar ketma-ketligini. Agarda B yozmoqchi bo'lsak, mana bu ketma-ketlikdagi 0 va 1 lari yig'indisini berishimiz kerak bo'ladi degandim. Endi qaranglar, hop, biz dastur yozamiz, u 0 va 1 larga tarjima bo'ladi. Kompyuterimiz 0 va 1 larni o'zi qayerdan oladi, qanaqa tushunadi, qayerdan paydo bo'lgan o'zi bu 0 va 1 lar deydigan bo'lsak, mana bu boshiga yana qaytamiz. Kompyuterimiz bu tokda ishlaydi, to'g'rimi? Asosiy manbasi tok, ya'ni tok bo'lmasa kompyuter ishlamaydi. Tok nimaga kerak? Tok bu bizda ma'lumot tashuvchi. Tokni bu ma'lumot tashuvchi, ya'ni tokni oddiy suv deb qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda osonroq tushuntirishga harakat qilib, kran misolida ko'rsatganman. Va kranimizni o'rtasida bizda oddiy qilib aytadigan bo'lsam, o'lchagich bor, ya'ni tok o'lchaydigan moslamamiz bor. Kranimizdan ko'pgina suv o'tib ketsa, o'lchagich 1 deb tushunadi. Agarda krandan kamgina suv o'tsa, u 0 deb tushunadi. Kompyuterimiz, prosessorimiz mana shu orqali tushunadi. Qizig'i lekin mana misol uchun tok keldi, o'lchaydigan apparatimiz 0 yoki 0.8 gacha volt tokni aniqlasa, bo'ldi. Bu 0 ekan deydi, 0 deydi. Agarda kelgan tok 2 yoki 5 volt oralig'ida bo'lsa, u bu 1 ekan deydi. Va shu orqali juda ham tez tok uzatmalari bo'ladi, shu orqali kompyuterimiz bizda ishlab beradi. Bu yerda hech qanaqangi mo'jiza yo'q yoki qanaqadir magiya yo'q. Kompyuter asosiy ma'lumot tashuvchi manbasi bu tok. Tokni kompyuterimiz 0 va 1 lar orqali tushunadi. Qanaqa qilib tok orqali 0 va 1 lar bo'ladi deydigan bo'lsak, shu tokni o'lchami katta bo'lsa, u 1 bo'ladi, agarda o'lchami kam bo'lsa, bu 0 bo'ladi. O'ylaymanki, shu kompyuter o'zi qanaqa qilib ishlashi va kompyuterlarning qaysi qismi nimaga javob berishini ozgina bo'lsa ham tushuntira oldim. Mavzuyimizni mustahkamlaydigan bo'lsak, ya'ni rozetkani bilamiz, shundoq ham o'chirish yoqish knopkasi ona plataga buyruq beradi. Ona plata mana bu 3 ta bo'lim, ya'ni protsessor, doimiy xotiramiz, жесткий disk va operativniy pamitlarni bir-biriga ulab, ma'lumotlarni almashtirib, kompyuterimizni ishlatib beradi. Operativniy pamit bizda vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlaydi. Жесткий disk bu doimiy ma'lumotlarimizni saqlaydi. Protsessorimiz, CPUmiz bo'lsa, bu ish bajaruvchi, ya'ni hamma amallarni bizda shu protsessorimiz bajarib beradi. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, pastga tushib, shu o'zingizlarning fikringizni kommentariy orqali qoldirib ketinglar. Nima bo'lsa ham yozib ketinglar, chunki YouTube shu videoda qanchalik ko'p kommentariy bo'lsa, qanchalik like bo'lsa va shu boshidan oxirigacha qanchalik ko'p odam ko'rgan bo'lsa, boshqa odamlarga ham taklif beradi. Bu menga prosmotr ko'p bo'lsa, like bo'lsa, menga motivatsiya bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.